Hozir do'konga keldim-da, men urmagan, men ko'rmagan tovarim kelib qopti. Hayron qoldim. Ana, bilasizlarmi? Mana buni qaranglar. Men buni urmaganman-da, men ko'rmaganman buni. Urib yuborishibdi. Mayli, xo'p dedim. Bitta ko'ringchi nima ekan dedim. Vashshe lekin qiziqdim bunga. Va ana chet elda bilasizlarmi, ana Pinterest'ning narsalar bo'ladi-yu, o'shanga o'xshatdim. O'shamikan rostdan deb bitta ochsam, men bu vidmani kutib turibdi-da. O'zimga neobычный kashlovga soati va men bu ro'molga o'rashganmi, kiyimlargami broshkasi va bunaqa neobычный atri chiqdi. Hammasidan har xil narsa chiqar ekan. Qiziga qiziq-ku bu narsa bilasizlarmi? Shu qiziqdim. Men bu qorasini qaranglar. Hermes'dan soat, ochki, и потом mana kashlov. Vashsheda hozir o'zimga o'ylayapman. Narxchi вообще 100 ming so'm. Mana qaranglar. Bunisini qaranglar endi. Вообще asalli, Chanel'niki bu.